haqiqatdan o'zingizni bo'sh vaqtingizga ega bo'lib, o'zingizni haqiqiy daromadlaringizga ega bo'lib, oilaga, farzandlarga vaqtingiz qolishini xohlaysizmi? Unda men bitta kasb etaman. Bu kasb buxgalterlik. Unda men Otabek Kadirov sizlarni har yakshanba bo'ladigan 21-iyun soat 11:00 da onlaynda ham, offlaynda ham start oladigan haqiqiy bosh buxgalterlarning bosh buxgalterlik kursiga taklif qilaman. Bu kursimiz buxgalter bo'lmaganlar uchun, buxgalteriyaga qiziqayotganlar uchun, buxgalter bo'lib ishlab, faqat hisobot topshirib o'tirib, haqiqiy bosh buxgalter qanday bo'lishini bilmayotganlar uchun. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, hattoki savdo buxgalteriyasining eksport, import operatsiyalari qanday bo'lishini bu kursimizda bilib olasiz. Bu kursimizda birinchi darsdanoq haqiqiy bosh buxgalterlikni his qilasiz va u qanday ishlash kerakligini bilib olasiz. Demak, har yakshanba 21-iyundan start oladigan, onlaynda ham, offlaynda ham bo'lib o'tadigan bu kursimizga bemalol quyida keltirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joyingizni band qiling. Chunki joylar soni onlaynda ham, offlaynda ham chegaralangan. Undan tashqari biz barcha darslarni video tasmalarga olib, o'zingizga yuboramiz. Mabodo dars testingizdan chiqib qolgan bo'lsa, bemalol uyda xotirjam ko'rish imkoniyatingiz mavjud bo'ladi. Yana bir narsa, eksport import uchun alohida deklarant chaqiramiz. Hamda buxgalterlarning yuridik savodxonligini oshirish uchun yurist, advokat ham darsimizga tashrif buyuradi. Demak, 21-iyun har yakshanba bo'ladigan onlaynda ham, offlaynda ham soat 11:00 da start oladigan kursimizga taklif qilamiz. Joylar soni chegaralangan. 21-iyun soat 11:00 da diydor ko'rishguncha salomat bo'ling. Haqiqiy bosh buxgalterlarning bosh buxgalterlari. Otabek Kadyrov путь, а не удача, где другие ждут.